$55 ming to'rt xonali hovli olarmi deydi. Nazarbek Mevazor mahalliga kelganmiz, 1,5 sotuv to'rt xonali mana shunaqa shinamgina qurilgan xonadon sotuvga chiqyapti. Assalomu alaykum, bizdan kuzatib borayotganlar. Aynan mana shu ikki xona kvartiraning o'rniga mana shu kichikroq bo'lsa ham, xipchamgina chiroylikgina hovli bo'lsa olardim deganlarga Nazarbek Mevazorda mana shu variantimiz bor. Mana shu variantni ham bitta ko'ringlar. Hovliga mana bemalol mashina olib kirib qo'ysanglar bo'ladi. Mahallasi ham juda ham fayzli. Mana shu katta ko'chaga chiqsa bir 100 metr chiqadi. Juda ham tinch mahalla, svet, suv, gaz, hamma kommunikatsiyalari bor. Xonadon 80% bitkazib qo'yilgan. Mana shu turishida $55 ming so'rashyapti. Kelishadigan bo'lsanglar, xudo xolisi to'liq bitkazib ham beriladi. Pashti bitgan. Ichkarida faqat eshiklari qolgan, hozir kirib ko'ramiz. Hovlida mana zeleniy zona, lekin qaranglar, 1,5 sotuvga ham o'xshamaydi. Xonadon juda ham bir shinamgina, darvozaxonaga bitta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda kichikroq agroti bor. Old tarafidan podvolga tushamiz. Oshxonaning tegi podvol qilingan. Endi mana bitta remont ishlari bo'lgani uchun ko'ryapsizlar, bardak ko'rsata olmadik. Hop, uy ichini ko'radigan bo'lsa, mana ko'ryapsizlar, pashti bitib bo'lgan xonadon. Devorlarga emulsiya ham qilib qo'yishdi. Eshiklari qolgan faqat o'ng qo'limizda bitta katta mana zalni ko'ramiz. Katta o'rin katta emas, bemalol 10-15 ta mehmoningizni kutib olsangiz bo'ladi. Yorib bo'lib turibdi, quyosh ham to'g'ri yoqib tushar ekan. Xonalar yorib bo'lib turibdi. Eshiklari qo'yilgan, stechkalari qilingan. Chap qo'limizda oshxona. Oshxona ko'ringlar, kattaligini. Oshxonasi bu tarafda. Oshxonadagi bitta kattalar uchun spalnik joylashgan bo'ladi. Hop. Yonida yana bitta yotoqxona. Bolalar uchun qilib bersanglar bo'ladi bu xonamizdan. Yo'tasi yana bitta kichikroq, shinamgina yotoqxonasi joylashgan. O'ng qo'limizda umumiy salon xonasi. Unitaz, dushovoylar hammasi qo'yilgan. Xonadonga $55 ming narx chiqarishdi. Kelishadigan joy bor. Nazarbek Mevazordan yuqilganlar bo'lsa, tarqatib qo'yinglar, narxini yana kelishtirib baraka qilsanglar bo'ladi.